8-yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari xodimlari kuni. Aytish kerakki, davlatimiz rahbari boshchiligida soha fidoyilarining sa'y-harakatlari bilan yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, harbiy intizom va tartibni mustahkamlash, shuningdek harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining huquq hamda manfaatlarini ishonchli himoya qilish borasida tizimli ishlar izchil davom etmoqda. 2025-yilda harbiy xizmatchilarning xizmatni o'tash sharoitlari, ijtimoiy huquqiy himoyasi, murojaat va arizalar bilan ishlash samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash borasida ham muhim natijalarga erishildi. Hozirgi reportajimizda O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining 2025-yilda amalga oshirgan ishlari tahlili, erishilgan natijalar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar haqida batafsil so'z yuritiladi. Soha xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar zamon talablari darajasida. Odamlar dardi bilan yashash, ularning muammolariga yechim topish bugun barcha tashkilot va muassasalarning kundalik asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu borada harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning masalalarini qisqa muddatda tezkor hal etish choralari ko'rib borilmoqda. Ortda qolgan yilda sohada yana qanday ishlar amalga oshirildi? Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda sayyor qabullar tashkil etildi. Bunda qabullar aynan olis hududlarda o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilib, qabullarda 600 dan ziyod masalalarni ijobiy hal etishga qaratilgan choralar natijasida ularning 300 dan ortig'i joylarning o'zida ijobiy hal etildi. Harbiy xizmatchilar oila a'zolarining bandligini ta'minlash maqsadida 160 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari o'tkazildi. Hamkorlikdagi shu kabi va boshqa amaliy chora-tadbirlar natijasida harbiy xizmatchilarning qariyb 2000 nafar oila a'zolari ish bilan ta'minlandi. 80 ga yaqin mehnat yarmarkalarida esa muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlarimizdan 9000 dan ziyodi ish joyiga ega bo'ldi. Opa-singillarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Olis hududlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi ayollar va harbiy xizmatchilarning rafiqalari hamda shu hududda istiqomat qilayotgan ayollar o'rtasida 30 dan ortiq bepul tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Ushbu tibbiy ko'riklarda 5000 ga yaqin ayollarimiz tor doiradagi tibbiyot mutaxassislari tomonidan ko'rikdan o'tkazildi va bundan tashqari mobil laboratoriyalar ko'rigida ham bo'lishdi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari hamkorligida olis hududlarda Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Yoshlar bizning kelajagimiz. Xo'sh, o'tgan vaqt davomida bu borada tizimda qanday ishlar amalga oshirildi? Yoshlarda vatanparvar tarbiyalash borasida ularning huquqiy savodxonligini oshirish yuzasidan bir qator vazifalar qo'yilgan. Ana shu vazifalarni ijrosi doirasida harbiy prokuratura organlari tomonidan joylarda Qurolli kuchlardagi tegishli vazirlik, idoralar bilan hamkorlikda keng ko'lamli vatanparvarlik tadbirlari amalga oshirilyapti. Asosiy maqsad yoshlarimizda vatanparvarlik, vatanga sadoqat, muhabbat ruhini yuksaltirish, ularni konstitutsiya va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash. Ushbu vatanparvarlik tadbirlarida o'quvchi qizlarimizga ham alohida e'tibor berilyapti. Bu borada harbiy prokuraturaning tashabbusi bilan olis hududlardagi maktablarda o'qiydigan o'quvchi qizlar ishtirokida Men vatanparvarman nomli loyiha yo'lga qo'yilgan. Aynan mana shu nomda ko'rik tanlovlar o'tkaziladi. O'tgan vaqt mobaynida yosh avlodning mamlakat taraqqiyoti uchun kamarbasta bo'lish mas'uliyatini oshirish maqsadida turli tadbirlar, uchrashuvlar va musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Muloqotlarda yoshlarning qiziqishlari, orzu maqsadlari o'rganilib, ularga ham ma'naviy, ham hayotiy yo'l yo'riqlar, amaliy ko'maklar berilyapti. Olis hududlardagi maktablardagi o'quvchilar bilan birgalikda prokurorlik soati degan mashg'ulot yo'lga qo'yilgan. Bunda birlamchi ravishda kerak bo'lishi zarur bo'lgan qonunlarni, tegishli qonun osti hujjatlarini demak muvofiqatini yetkazib boriladi. Hammasi bu vatanparvarlik hisoblanadi. Maqsad vatanparvarlik tushunchasini bu yoshlarimizdan majburiyat emas, balki eng yuksak sharaf va eng ulug' saodat ekanligini singdirishdan iborat. Shu bilan birga O'zbek tili bayrami munosabati bilan respublikamiz miqyosida 2 bosqichli mardlik va ona vatan mavzularida diktant tanlovi o'tkazildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tanlovda 5000 dan ziyod jasorat sinflari o'quvchilari qatnashdi. Yakunda 42 nafar g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandi. Yoshlarda mutolaa madaniyatini yanada yuksaltirish maqsadida joylarda mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda 100 ga yaqin kitob ko'rgazmalari o'tkazildi. Yoshlar, harbiy xizmatchilar va kursantlar o'rtasida
intellektual zarb mavzularida 85 marotaba zakovat intellektual o'yinlari o'tkazildi. Barcha jabhalar qatori sohada ham keng ko'lamdagi raqamlashtirish transformatsiyasi amalga oshirildi. Harbiy prokuraturaning rasmiy veb-sayti, YouTube, Telegram va Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali tizim faoliyati keng jamoatchilik e'tiboriga havola etib kelinmoqda. Harbiy xizmatchilarimizni ijtimoiy himoyasi yo'nalishida ham alohida platforma ishlab chiqildi. Ushbu platforma uy-joy ta'minoti, ijara kompensatsiyasi hamda xizmat burchini bajarish vaqtida jarohat olgan harbiy xizmatchilarimizga kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini osonlashtirish, unga shaffoflik kiritish maqsadi bilan yaratildi. Shu jumladan uy-joy ta'minoti haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu tizim shu sohaga mas'ul bo'lgan uy-joy komissiyalari, quyi harbiy qism uy-joy komissiyalari, yuqori turuvchi markaziy apparat komissiyalari hamda yakuniy buyruq chiqaruvchi boshqarmalar uchun ularni hammasini ishi yengillashtirib berildi. Harbiy xizmatchilarimiz bu jarayondan yoki natijasidan xabar olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Telegram bot yaratib berdik. Shu bot orqali o'zlarining pasport ma'lumotlarini kiritgandan keyin hujjatlarini harakatlanishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish va mutolaa madaniyatini oshirish maqsadida kutubxona axborot resurs markazi faoliyat yurityapti. Zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan kutubxonamiz tashkil etilgan. Ushbu kutubxonada prokuror tergov xodimlari hamda ishchi xizmatchilar istalgan vaqtida kitob o'qishi hamda audio kitoblarni elektron shaklda tinglash sharoitlari yaratilgan. Harbiylar mashg'ulot o'taydigan dala o'quv maydonlari haqida eshitganman-u, lekin tergov poligoni haqida birinchi marta ma'lumotga ega bo'lyapman. Tergov poligoni tarkibida virtual tergov xonasi mavjud bo'lib, unda elektron dasturlar yordamida protsessual harakatlar bilan bog'liq mashg'ulotlar virtual reallikda bajariladi. Muxtasar aytganda, ushbu soha faoliyati bilan qisqacha tanishish orqali yurtimizdagi islohotlar samarasida harbiy prokuratura, armiya prokuraturasi bosh mezoni o'zining hayotiy ifodasini topayotganiga yana bir bor amin bo'ldik. Yurtimizda qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni olib boruvchi barcha jonkuyar va fidoyi insonlarni ushbu kasb bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Endi esa navbatni harbiy prokuratura hamda Qurolli Kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli hamkorligida tayyorlangan qo'shiqqa beramiz. Jaloliddin Tomar ismi son, xalqimning sher yurak farzandlari jam, qudrating beqiyosdan olgan olam, tinchlik uchun bunyod milliy armiya. Temur Jaloliddin Tomar ismi son, xalqimning sher yurak farzandlari jam, qudrating beqiyosdan olgan olam, tinchlik uchun bunyod milliy armiya. Sen eng tinchlik sevar, qudratli tezkor, buyuk ajdodlarning ruhi madadkor. El yurtim ishonchi, dilda iftixor, jonajon armiya, milliy armiya. Istiqlol baxsh etgan ne'mat bebaho, barchasi yaratgan bergan nasiba. Oliy bosh qo'mondan oqil rahnamo, sadoqatda sobit milliy armiya. Karol osuda baxtli har onning, she'rlarda qo'shiqda shonli madhiya. Qutlug' zamin yangi O'zbekistonning, yov o'tmas qalqoni milliy armiya. Sen eng tinchlik sevar, qudratli tezkor, buyuk ajdodlarning ruhi madadkor. El yurtim ishonchi, dilda iftixor, jonajon armiya, milliy armiya. Sen eng tinchlik sevar, qudratli tezkor, buyuk ajdodlarning ruhi
san'atkor. El yurtim ishonchi, dilda iftixor. Jonajon armiyam, milliy armiyam. Vatanparvar ko'rsatuvning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni yagona maqsad tinchlik va mustahkam mudofaa yo'li birlashtiradi. Fursatdan foydalanib, barcha harbiylarimizni, vatanimiz posbonlarini 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlarimiz tashkil topganligining 34 yilligi bilan samimiy muborakbod etamiz. Unutmang, Vatan himoyasi doimo ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.